Assalomu alaykum minasan. Bugun biz Minani Nihongo'ni 6-darsning ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Konnichiwa minasan. Bugun biz 6-darsni ikkinchi qismini davom ettiramiz va shu bilan 6ni yakunlaymiz. 6-darsning ikkinchi qismida bizda nani va nan so'zlarini o'zaro farqlanishi haqida gapirib o'tamiz. Qayerda nan, qayerda nani qo'llash kerakligi haqida bilib olishimiz muhim. Agarda bizda yopiq bo'g'im bo'ladigan bo'lsa, ya'ni d yoki bo'lmasam tentelli harflar keladigan bo'lsa, nandan foydalanamiz yoki bo'lmasam yopiq bo'g'imda no qurosi n harfidan boshlanadi. Shunda ham n ga aylanib ketadi. Agarda bizda ochiq bo'g'im bo'ladigan bo'lsa, masalan, nani o, nani ga, nani mo bo'ladigan bo'lsa, unda ni harflaridan foydalanar ekanmiz. Nanidan. Umuman olganda buni yodlab olish uchun faqatgina mana bu qismni yodlab olgan muhim deb o'ylayman. Faqatgina nande va nanno yodlab oling va qolgan holatlarda nani ekanligini yodda tutib boramiz. Ma'nosi bir xil minasan. Ma'nosi nima degan ma'noga ega. 6-darsimizda fe'llarimizni ikkiga, ya'ni masenka va masho orqadagi qo'shimchalariga bo'lib o'rganamiz. Masenka ma'nosi nima ekan va masho ma'nosi nima ekan ko'rib chiqamiz. Yaponlarda yumshoq taklif, ya'ni u bu joyga boradigan bo'lsangiz, siz suhbatdoshingizni taklif qilayotgan bo'lsak, ikimaska, ya'ni borasanmi emasda, bormaysizmi, yemaysizmi, ko'rmaysizmi, ichmaysizmi. Ya'ni biz taklif qilayotganda biz ularga qandaydir bir yumshoqlik bilan muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Va shunda yumshoqlikni beruvchi qo'shimchamiz masenka orqali qo'shimcha hisoblanadi. Masalan, jusu nomimasenka, sharbat ichmaymizmi? Shunda bizda javobimiz hay nomimasho, ya'ni keling ichaylik, keling qilaylik birgalikda deb javob beriladi. Endi olib qaraydigan bo'lsak, masenka hamda masho grammatikalari birgalikda juftlikda kelib, masenka bilan biz savol beramiz. Agarda shu taklifga rozi bo'ladigan bo'lsak, masho bilan javob berar ekanmiz. Qolgan misollarni ko'rib chiqamiz. Kudamono desu minasan, kudamono desu. Ja, kudamono o tabemasenka? Mevalarni yemaymizmi? Hay, tabemashou. Keling yeylik. Tegami desu. Kakimasu. Keling o'zingiz qilib ko'rishga harakat qiling. Tegami so'zini mana bu yerga qo'yamiz. Fe'lni mana bu yerga qo'yamiz va oxirini o'zgartiramiz. Hay minasan.そうですね。Tegami o kakimasenka? Va agar taklifga rozi bo'ladigan bo'lsak, hay, kakimashou. Shashin. Suratga olish uchun maxsus bizda fe'l bor. Shuni yodlab olishimiz kerak. Ko'pchilik bizda shashin o shimas deydi. Yo'q, shashin o torimas fe'li kelar ekan. Hay, shashin torimas. Shashin o torimasenka? Hay, torimashou. Gakko desu. Ikimasu. Taklif qilamiz.そうですね。Gakko qo'shimchasini biz o'tgan edik. Agar u bu joyga yo'naltirilgan bo'lsa, bu joyga ketayotgan bo'lsa, biz qo'shimchasini qo'yamiz. Gakko ikimasenka? そうですね。はい、行きましょう。
Endi biz gapimizni yanada qiyinroq qilamiz. Bu yerga biz transportni qo'shamiz. Gakko, basu. Gakkoga ketayotganimiz uchun unga qo'shimchasini qo'shamiz. Transportda bo'lganimiz uchun biz bu yerga qo'shimchasini qo'shamiz va ikimas fe'lidan foydalanamiz. Hai,そうです、皆さん。学校へバスで行きませんか？はい、行きましょう。スーパー、自転車、行きます。じゃあ、スーパーへ自転車で、そうですね、行きませんか？はい、行きましょう。ませんか？じゃあ、スーパー、タクシー、行きます。スーパーへタクシーで行きませんか？Endi biz bu taklifga rozi bo'lmasak, iye, chotto deb qo'yishimiz kerak ekan. Iye, chotto. Bu yerda fe'lni qaytarish shart emas. Iye, ikimasen deyish shart emas. Bu juda qo'pol eshitiladi, shuning uchun yumshoqlik bilan iye, chotto. Chotto degani ozgina, menga to'g'ri kelmaydi ma'nosida keladi. Ja, スーパー、電車、行きます。じゃあ、皆さん、o'zinglar qilib ko'ringlar. そうですね。スーパーへ電車で行きませんか？ Yo'q, menga to'g'ri kelmaydi bo'lsa, iye, chotto. Nasan. Shu bilan biz 6-darsimizni yakunladik. So'zlarni o'z vaqtida yodlashni unutmang. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara. Shu bilan biz Minano Nihongoni 6-darsini butunlay tamomladik. O'rgangan grammatik qo'shimchalarni va konstruksiyalarni amalda kundalik hayotda qo'llashni unutmang. Sayonara minasan.